Assalomu alaykum akalar, ukalar. Qalasizlar, tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? 2 tonnalik yuk tashuvchi mototsiklimizni qisqacha obzorini qilib beraman. Videoga bitta like bosib, oxirigacha ko'ramiz. Narxlarni ham batafsil aytib o'tib ketaman. Model nomi Lion hisoblanadi. Oldi vilkasi 64 lik, 12 ga 5 lik ballonlar bilan radiatorli hisoblanadi. Qo'shrami Zonshen dvigatel. Dvigatel 25%, 30% chasti yaponskiy bo'ladi. 17 litrli benzinli bak. Tablosini ko'rishingiz mumkin. Zamonaviy tablo. Vitroviklari ham juda ham katta. Bokovoy oynalari ham juda ham katta. Yonda udob sideniyasi bor, zapaska baloni bor va kerakli kulishlar, domkratlari bor. O'rtaga keladigan bo'lsa 2 ga 1.35. Orqasida mana bort ochganimizda zanjirda o'zi ushlab turadi. Bu tag tomondan ko'rinishi, zapaska baloni ham o'ziga qotgan bo'ladi. 6 xil 7 xil komplektatsiya bilan beriladi. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Narxiga qiziqqanlar uchun $2000 respublika bo'yicha dastlabki kelishilingan holatda bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Buni hozirgi bu modelimiz bordi 2 ga 1.35, bu modelimiz bordiga keladigan bo'lsa 1.80 ga 1.25 bars modeli hisoblanadi. Bu modelimiz narxi $1900. Bu ham 200 kub ob'em dvigatelda bo'ladi. Juda baquvvat narsa. Основной bog'bonlar, fermerlar, dehqonlar ko'p bo'ladi. Пониженный повышенный передачasi bor, radiatorli 200 kubaturada 1.80 ga 1.25. Bu tomonda kvadrotsiklimiz bor. Off-road yo'llar uchun mo'ljallangan 250 kub ob'em dvigatelda. Bu bortini ko'tarmaydi, lekin bortini ko'taradigan modellarimiz ham bor. Oldida lyubotkasi bor. Tros 10 metrgacha chiqadi. Jam bo'lib 2 tonna, 3 tonnani atrofida yukda bemalol tortib keta oladigan model hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, $2950 dan bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Bu tomonda Lion modelimiz, bunisi ko'tarmaydigani voyenniy sveti. Bu tomonda Lion samosval 2 tonnalik, bu Panda samosval ekan. 3 tonnalik samosval, uzr adashibman, 2 tonnalik edi. Sababi 2 tonnalik yakka balon bo'ladi, bu qo'sh balon, o'shuning uchun 3 tonnalik hisoblanadi. 3 tonnalik samosval. Bunimizni narxi $2700 dan ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, akalar, bu tomonda minikarlarimiz уже yig'ilib, hammasi taklanib chiqyapti. Buni ham qisqacha obzorini qilib beraman. 4 kishilik hisoblanadi. Juda ham приятный. Bitta zaryadda o'zida 170 km masofa bosib o'tadi. Buni hozir kalitini yoniq tashlab ketishibdi. Yaxshi ham ochiq obzorga ochganimiz, bonus akkumulyator o'tirib qoladi. Sideniyasi razdelniy hisoblanadi. Orqa o'rindig'i juda ham keng, ko'rib turibsizlar. 4 kishi bemalol sig'adi va buni yangi modelda remenli bo'lib chiqqan. To есть xavfsizlik remeni ham bor. Tormoz, gaz, avtomat korobka, zadniy vid kameralari bor, tepada ventilyatorlari bor. Bu orqa tomondan hozir ko'rinishi. Uy sharoitida zaryadga qo'yasiz, 5 soatda to'ladi. Где-то 2,5 so'm bilan to'ladi. Bu oldi tomondan ko'rinishlari, led chiroqlari juda ham yorqin nur taratib beradi. Xo'p, qisqa masofaga yaramaydi deganlar uchun, akalar, ma'lumot uchun aytib o'taman. Yozda issiq kunlarida 140 kilometrdan 170 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Qishda sovuq kunlarida 90 kilometrdan 120 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Kommentariyada negativ yozishdan oldin bemalol ishonmaydiganlar yoki shubha qiladiganlar bo'lsa, zavodga kelsalaring, olib chiqib to'la zaryadi bilan beramiz. Test drive'dan, sinovdan o'tkazib ko'rish imkoniyatiga egasizlar. Bu safar sideniyalari ham juda ham yumshoq sideniyalar qo'yilgan. Umuman minish boshqarishga juda ham qulay. Xo'p, akalar, narxini so'raganlar uchun narxi $2200. Dastavkasi kelishilingan holatda bemalol telefon qilsalaring bo'laveradi. Boshqa modellar bilan adashtirib qo'ymanglar. Har bir modelda o'zini себестоимости narxi bor. $1900lik bo'lib chiqqan paytda geliy akkumulyatorda chiqqan. Hozir bo'ladigan bo'lsa, buni akkumulyatori litioniy. O'shuning uchun biz bemalol aytamiz, 140 kilometrdan 170 kilometrgacha bemalol masofa bosib o'toladi deb. Keyin akkumulyatorda o'zi 4 yil, 5 yil bemalol xizmatingizni qiladigan akkumulyator. Akkumulyator kattaligiga ahamiyat beringlar. Sinovdan o'tkazib bermoqchi bo'lganlar, bemalol zavodimizga kelaverasizlar. Ekrandagi nomerlarda qo'yib qo'yapman. Narxi chakana savdo uchun $2200. Optim savdo qiluvchilar bemalol aloqaga chiqib, ulgurji narxini bilsalaring bo'laveradi. Joninglar sog' bo'lsin. Yana qaysi mahsulotimiz sizlarni qiziqtirgan bo'lsa,
kommentariyada yozib qo'ysalaring, albatta sizlarga javob berib yuborishga harakat qilamiz. Omon bo'linglar.